Mana shu yosh bola sevinchingiz qo'ymagan million marta mana oldimda Shoira Otabekova hamma guvoh. Necha marta telefon qildi. Men qo'rqaman, undan ko'ra meni ozdirmoqchi bo'lib ko'maksizlar. Menga mantaqa yutqizdiringlar dedi. Sizlar yo'q deb turib oldinglar oyog'inglar bilan. Endi bunaqa yozyapsizlarmi? Xudodan qo'rqinglar, xo'pmi? Alloh bor-ku, ilohim bolalaringlardan ko'ringlar shu kunlarni. Yaxshilikcha qolamayapti, menga sakramasin bu qizingiz. Mana shu qilgan familiyani olib keltirib, oyog'i bilan keldimi familiya sizlarga? Qo'ymadinglar-ku, Halimadan keyin qo'rqyapsiz. Guvoh kelib o'tiribdi, Halimani o'ligida borganda o'sha chizilgan edi. Kelmadi. Endi cho'zib qo'ymadinglar-ku. Reklamaga kelgindi. Nima deyapsizlar sizlar endi? Daqiqa gapirib yubormasam, endi mashinaga o'tirganiga bo'ldimi? Sizlar ko'tinglarni tozalab, barakameraga borgan mashinaga o'tirib. Undan oldin nikroz bo'lgan, yaxshilik tushunmaydiganlarga olgan. Men o'zi o'qituvchi shu bo'lib qoldim. O'ziga tashlashibdi, ko'rdingizmi? Nima deb yozganlar? Bizni qoniqarli chiqqan operatsiyadan, yozibdilar, qoniqarli chiqdi operatsiyadan. Keyin biz ularga chekish, ichish, energetiklar mumkin emas deganmiz, mashinaga o'tirish mumkin emas deganmiz. Mana ona. Shunda ham bular chiqib o'tirganlar mashinaga, sigaretlar chekkandan keyin nikroz paydo bo'lgan deyaptilar. Barakameraga borishgan faqat mashinaga o'tirib, chislosi ham bor. Nikroz qachon birinchi chiqqanini ham chislosigacha bor rasm videosi bilan. Bular mashinaga o'tirgandan keyin bo'lgan nikroz deyishyapti. Uyalinglar, Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar. Billa chakib o'tirgan videolaringizni qo'yib tashlayman hozir. Chakkandan keyin nimadir qilgan deb yozilgan, tushunmadim. Ruxsat berilmagan, anaqa ruxsat berilmagan do'st. Lekin o'zlari ruxsat berganlar chekishga. O'zlari o'tirib birga chekkanlar. Bir pachkagacha ruxsat berganlar. Nima farqi bor? Sen jim o'tirgan qizim yosh bola ko'timdan chiqqan bu qimsani. Sen gapirma. Sen o'zing sanab keltirding meni qizimni shekka. Reklamaga deb kelmayman, Halimadan keyin qo'rqaman desa ham. Dahoya telefon qilib Ma'qullanishga bo'lib kelmaganman. Barakameraga borgani uchun yarib qotib qolib kichkina bo'ldi. Rahmatlilar o'zi bordi. Sizlar hozir mashinadan keyin bo'ldi deyapsiz. Ikkinchi kunda bo'lgan o'sha rasmda bor chizib bilan. Sen qo'shilma.